Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun men Avstraliyaning Sidney shahridaman va Sidneyda joylashgan o'zimizning hamkor universitetimiz Macquarie universitetiga tashrif buyurdim. Va bu yerda bizni juda ham ko'p vatandoshlarimiz o'qib tahsil olishmoqda va ularning birlari Alimardon bizni talabamiz yaqindagina bu universitetga keldi, o'qishni boshladi. Marhamat, Alimardon bilan tanishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Alimardon. Yoshim 19 da. Sirdaryo viloyatining Yangi shahridanman. Hozirgi kunda Macquarie universitetining Foundation kursida talabaman. Alimardon, mana ko'p davlatlar borda. Amerika bor, Kanada bor, Angliya bor. Nima uchun aynan Avstraliyani tanladingiz? Avstraliyani tanlaganimning birinchi sababi bu yerdagi o'qish sistemasi juda ham sifatli ta'lim berishadi bu yoqda. Ikkinchi tarafima qaraydigan bo'lsak, tabiati, Avstraliyaning tabiati menga juda ham yoqadi. Xo'p, sizda IELTS necha edi? IELTSim 6, IELTS yuqori emas, lekin IELTS Avstraliyadagi ko'p universitetlar requirementi IELTS 6 dan boshlanadi. Yaxshi, demak IELTS bor talabalar va aynan Avstraliyaga kelaman degan talabalarda IELTS sertifikati bo'lishi kerak. Xo'p, Alimardon, siz nima yo'nalishda o'qiysiz Macquarie universitetida? Men Macquarie'da iqtisod yo'nalishidaman, ekonomika sohasida. Hozir Foundation kursi. Bizda 11 yillik ta'lim bo'lgani hisobiga bu yoqda birinchi Foundation kursi tugatiladi, keyin bakalavrga o'tiladi. Zo'r. Demak, mana Avstraliya haqida internetlarda, mana kelishingizdan oldin internetlarda ko'rgansiz ma'lumotlar. Bu yerga kelganlarning videolarini ko'rgansiz yoki berilgan konsultatsiyalar. Umuman olganda, sizda o'sha payt kelishingizdan oldin xayolingizda Avstraliya deganda nimani tushunardingiz? Kelganingizdan keyin realniy bu yerdagi hayotni ko'rib nimani farqladingiz? O'sha expectation bilan realityni bir tushuntirib bersangiz. Birinchi tomoni, men Avstraliyani hayot tarzi bunaqa deb o'ylamagandim. Men o'ylagandan ancharoq odamni anaqasi uchun yoqimli, odam uchun birinchi o'rinda shu aytganimdek havosi, masalan, odamning organizmiga ancha juda ham yoqib tushdi. Ikkinchi taraflama o'qish sistemasi, o'qishlar ancha muncha men o'ylagan joylardan qaraganda sifatli ekan. Chunki do'stlar bor, tanishlar bor, ular boshqa joyda o'qishadi, boshqa davlatda o'qishadi. Ularnikiga qarab solishtirganda Avstraliyada ancha sifatliroq. Zo'r. Endi mana keldingiz, yashayapsiz. Oddiy misol, ovqatlanish mavzusi qanaqa? Halol ovqat topish, halol go'sht, umuman olganda mana universitetda o'zida ham halol ovqat topib yeyish mumkinmi? Mumkin, albatta. Masalan, universitetimizda o'zida 3 ta oshxona bor, halol oshxonalardan. O'zi umuman olganda Avstraliyada halolni topolmaslik degan narsa yo'q. Halol juda ko'p. Magazinlarda ham masalan halol sectionlar bor, halol go'sht xohlaydiganlarga halol sertifikat bor mahsulotlar bor. Adashmasam, biz hozir turgan joyda bu universitet kampusidamiz, do'stlar. Bu kampusda bu tarafda food court, ya'ni nima desak ekan, juda ham kichkina kafechalar bor va siz boya aytdingiz, bu yerda Little Istanbul bor dedingiz, to'g'rimi? Istanbulning oshxonasi bor. Ya'ni turklarda oshxonasi bor va u yerda bemalol halol ovqat topib yeyish mumkin. Zo'r. Alimardon, aytingchi, mana keldingiz. Hozir qayerda yashaysiz? Yotoqxonadami, kvartiradami? Hozirgi kunda kvartirada turaman. Yotoqxonada bizniki bahorgi semestr bo'lgani uchun yotoqxonada ertaroq joy olish ozgina muammosi bo'ladi. Hozirgi kunda kvartiradaman. Universitetimga ozgina uzoqroq, lekin yaqin emas. Bir 20 minut borsa yarim soatlik yo'l. Zo'r. Kvartiraga necha pul berasiz? Avstraliya dollarida bir haftalik to'lov qancha? Kvartiraga Avstraliya dollarida haftasiga 250 dollar. O'rtacha kvartiralar 200 dollardan 300 dollargacha bo'ladi, sharoitiga qarab. Haftasiga. Bu yerda keyin do'stlar, bu tarafda yotoqxona mavjud. Universitetda o'zining yotoqxonasi bor. Yotoqxonada turadigan vatandoshlarimiz ham bor albatta. Alimardon, yotoqxonani puli taxminan necha pul turadi bir haftaga? Yotoqxona haftasiga 280-290 dollar atrofida. Bir haftasiga. Bir haftaga. Bu yerda to'lovlar hammasi haftalik bo'ladi. Haftalik bo'ladi. Yotoqxonaga ham haftalik to'laysiz, kvartiraga ham haftalik to'laysiz. Xuddi shunday. Ko'p subscriptionlar hammasi haftalik. Zo'r. Endi mana sizlarga qiziq bo'lishi mumkin aziz do'stlar, keldingiz. Hammani qiziqtirgan bitta zo'r savol bor-da. Qancha pul topasiz o'qishdan tashqari ishlab? Avstraliyada o'qishdan tashqari o'zi haftasiga 24 soatgacha imkoniyat berilgan.
Fortnite deyiladi. Bu 2 hafta uchun umumiy 48 soat iloji bor ishlashni. Soatiga 2 haftada masalan soatiga qaraydigan bo'lsa 25-30 avstraliyskiy dollarda atrof o'rtacha tushadi. Soatiga O'rtacha. ishlarga qarab, demak Ishlarga qarab. 25 yoki 30 dollar atrofida bir soatiga Avstraliya dollarida talabalar Topshiriq ishlashlari bor. mumkin. To'g'ri. Talabalar orasida eng ommabop ishlar qanaqa? Nima ishlar bilan ko'proq talabalar shug'ullanishadi? Eng ommabop ishlardan agar O'zbekistonda masalan bu yerga kelishdan oldin hunari bo'lsa, hunar orqali ham yaxshigina pul daromad topsa bo'ladi. Endi eng ommaboplardan masalan endi aytsak bo'ladi, resepsiyonlarda ishlaydiganlar bor yokida undan yuqoriroq menejmentlarda ishlaydigan bolalar bor. Bu yoq endi sort bo'lib ketaveradi. Dastavkada ishlashadi, Dastavkada ishlaydigan restoran, kafe, ular restoranlarda studentskiy ishlar bo'lishi kerak, talabalarni o'qishiga ta'sir qilmasligi xuddi shunday. kerak. O'qishdan O'qishdan yengil tashqari bo'lishi kerak, ham timetable qo'yishga o'ziga qulay bo'lishi kerak. zo'r. Zo'r. Darslar haftada necha marotaba bo'ladi? Bir haftada necha marta darsga borasiz? Hozir bizda foundation kurs bo'lgani hisobiga bir haftada bizda 5 kun dars, xuddiki maktab kabi 5 kun darsga boramiz. Bir kunda 2 ta fanni o'tiladi. O'rtacha 4 soatdan 5 soatgacha dars bo'ladi bir kunda. Darslar o'tilish tizimi qanaqa? Sizga yoqayaptimi? Mana darsga kirdingiz, professorlar, ya'ni o'qituvchilar, dars o'tish metodikalari. Bu yoqda juda ham kuchli o'qituvchilar bor. Boshqa davlatdan kelgan va boshqa davlatda o'z tajribalarini oshirgan o'qituvchilardan juda ham ko'p. O'qish juda ham qanday desak bo'ladi, tartibli, muntazam ravishda mas'uliyat talab qiladi. Har doim bu narsani bir xil ushlab borish kerak. Zo'r. Keyin mana keldingiz. Kelganingizga necha oy bo'ldi Avstraliyaga kelganingizga? Kelganimga 2 oydan oshdi. 2 oydan oshdi. 2 oyda moslashish qanaqa, adaptatsiya qilish qiyin bo'lmadimi? Adaptatsiya To'g'ri 2 oy qisqa muddat, lekin 2 oy ichida moslashish sharoitlarga. O'zi bu yoqda men birinchi kelganimda adaptatsiya qiyin bo'ldi. Ozgina vaqtiga moslash birinchi o'rinda. O'zbekistondan 5 soat, 6 soat farq qiladi. Endi bari oson bo'lmaydi baribir. Ozgina qiyin bo'ldi. Lekin hozir yaxshi. Masalan, 2 oy bo'lgan bo'lsa, 2 oy juda ham uzoq vaqtda tuyuladi odamga. Nimachi, mana keldingiz, kelganingizdan keyin uydagilarni sog'inch, endi baribir birinchi marta uzoq vaqt chetda bo'lishingizmi uydagilardan? Uydan o'zi O'zbekistondan birinchi chiqishim boshqa davlatga. Sog'inch bo'ladi albatta. O'zbekistonda masalan 2 oy ichida ham ancha-muncha vatanni sog'inish bor. Yaxshi. Mana bu yerda ko'rdim, kecha ham tadbirda juda ham ko'p vatandoshlarimiz bor va bu yerda ular bilan uchrashib, birgalikda oshlar, shashliklar qilib turasizlar. Xuddi shunday. Zo'r. Endi aytingchi, mana Avstraliyaga keldingiz. Avstraliyaga kelganingizdan keyin o'qishga keldingiz. Umuman olganda Avstraliyaga o'qishga kelishga boshqa tengdoshlaringizga, boshqa vatandoshlarimizga aynan Avstraliyaga kelib o'qishlarini tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, Avstraliyani tavsiya etaman. Men masalan shaxsan men o'zim uchun Avstraliya juda ham yoqdi. Ko'p taraflama olib qaraydigan bo'lsak, Avstraliya studentlar uchun ancha qulay davlat. Maslahat beraman hammaga. Yaxshi. Endi mana Avstraliyaga kelish uchun bosqichlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'sha talabada IELTS sertifikati bo'lishi kerak. IELTS sertifikatini olib, keyin universitetlarga topshiradi. Boshqa sertifikatlardan ko'ra Duolingo o'tmaydi Avstraliyada. Asosiysi faqat IELTS sertifikati bo'lishi kerak. Kamida 5,5 dan boshlanib tepaga qarab ketadi, topshiradigan yo'nalishlarga qarab. Endi mana IELTS ni olamiz, universitetga topshiramiz. Universitetga topshirgandan keyin vizagacha bo'lgan jarayonda qancha pul xarajat qildingiz? O'zi asosan ko'p vaqtni hujjatlarni taxlash ko'p vaqt talab qiladi. O'rtacha hisobda hujjatlarni o'ziga 400-500 US dollarda rasud bo'ldi. Tarjima qilish, ularni tayyorlash, taxlash. Shunday 400 dollardan 500. Universitetga qancha pul to'ladingiz? Universitetga birinchi depozitim 9000 AQSh dollari bo'lgan. AQSh dollarida. 9000 ning ichida sug'urta ham bor,
Yo'q, afsuski sug'urta. Sug'urtadan tashqari. Sug'urta tashqari. uchun necha pul to'ladingiz? Sug'urta uchun 2000 AQSh dollarida 2000. Demak, taxminan 11 000 dollar atrofida pul to'landi. Vizagacha bo'lgan Xuddi jarayonda. shunday vizadan oldin. Viza jarayonlari, aziz do'stlar, Avstraliyaning viza jarayoni onlayn tartibda amalga oshiriladi. Birinchi o'sha IELTS olib universitetga topshirgandan keyin kontrakt to'lovlari qilinadi, ya'ni depozit to'lovlari qilinadi, sug'urta to'lovlari qilinadi-da, ana undan keyin vizaga topshiriladi. Vizaga topshirish uchun hujjat beriladi, SOE beriladi, COE, u bilan keyin vizaga topshiramiz. Vizaga topshirish jarayoni onlayn tartibda amalga oshiriladi. Xo'p, vizaga topshirgan paytda vizaning to'lovi 1600 Avstraliya dollari siz bilan to'lagan edi. Xuddi shunday. Undan keyin esa 200 dollar atrofida TB test bo'ldi, to'g'rimi? Medical check. Medical check-up bo'ldi. 200 AQSh dollar atrofida bo'ladi. 200 dollar atrofida chiqdi. Xuddi shunday. Vizaga topshirildi. Vizaga topshirilgandan keyin medical check-updan ham o'tish kerak bo'ladi. Sразу o'sha application submit qilingandan keyin medical check-updan o'tiladi va bu o'sha Toshkentda o'zida amalga oshiriladi. Xuddi shunday. 1600 Avstraliya dollari viza uchun va 200 Amerika dollari bu medical check-up uchun. Xo'p, mana shuncha xarajat qildingiz, mana qarang. 11 000 dollar universitetga sug'urtasi bilan, viza xarajatlari, tibbiy ko'rik xarajatlari, mana shu qilingan xarajatga arziydimi ekan shu yerga kelish? Arziydi. Shaxsan men uchun qilgan rasxodlarim hammasi arziydi deb o'ylayman. Yana men o'zim o'ylashim bo'yicha bu ancha affordable, bu ancha hamyonbop, 15 000, masalan 15 000 ga bormagan, lekin Avstraliyaga kelib o'qish ancha arziydi puliga. O'zingizda mana tengdoshlaringizga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Aynan Avstraliyaga kelayotgan vaqtida nimalarga e'tibor berishsin? Nimalarga tayyorgarlik ko'rishsin? Avstraliyaga kelishdan oldin eng muhim taraflaridan biri bu funding. Bu yerdagi rasxodlarni, xarajatlarni uydagilar tomonidan qoplanishiga bular asosan e'tibor qaratish zarur. Chunki universitetlar bu yoqda qimmat, grant olish qiyin, grant deyarli yo'q ham. Agar uydagilarni to'lovsiz, masalan uydagilarning yordamisiz to'layman degan maqsadda keladigan bo'lsa, ancha qiyin bo'lib qoladi. Baribir ham o'sha uydagilar albatta, ya'ni ota-ona support qilish kerak, finansiy tomonlama qo'llab-quvvatlab turish kerak. To universitetni bitirgunga qadar 3 yil bo'ladimi, 4 yil bo'ladimi, ota-onalar albatta yordam berishlari kerak bo'ladi farzandlariga. Va o'qishni bitirgandan keyin albatta bu investitsiya, albatta bu qilingan xarajatlar o'zini oqlaydi. Yana bir qiziq ma'lumot, Avstraliyaga kelib o'qishni bitirgandan keyin PR olsa bo'ladi, to'g'rimi? O'qishni bitirgandan keyin bu yerga topshirib, bu yerda qolib ishlash mumkin. Xo'p, endi qarang, siz mana Avstraliyaga kelishingizdan oldin qaysi narsani bilganingizda yaxshi bo'lardi? Shu narsani kelishimdan oldin bilmabman yoki research qilmabman yoki tayyorlanmabman degan bir afsuslanish, bir shu narsani vaqtiroq ko'rib chiqsam bo'lardi degan holat bo'ldimi sizda? O'zi Avstraliya emas, boshqa davlatlarga chiqishdan ham oldin menimcha birinchi o'rinda odam o'z tiliga, bilimiga e'tibor qilish kerak. Masalan, ingliz tilida gapira olishiga, ingliz tilida o'z bilimiga ishonch hosil qilish kerakki, chet davlatlarga chiqqanda qiynalib qolmasligi uchun. Ikkinchi taraflama, men shu narsani studentlarga maslahat bergan bo'lardim. O'zi topshirgan, o'zi o'qishga kirgan universitetni butunlay o'rganib chiqishi, bu yoqda qanaqa o'qish sistemasi bor, o'qish talablari qanaqa, birinchi o'rinda shuni o'rganib chiqishni men maslahat beraman. Chunki bu narsalarni o'ylamasdan turib keladigan bo'lsa, boshida qiyin bo'ladi, studentlar o'zi stressga tushib qolishi mumkin. Albatta o'sha kelyaptimi, tilida zo'r bo'lish kerak-da. Til birinchi o'rinda. Ayrim studentlar meni IELTSim 7 deydi, lekin atmosfera, joy o'zgargandan keyin uje men ingliz tilini uncha bilmas ekanman degan tushuncha paydo bo'lib qoladi. Atrof muhit hammasini hal qilib qo'yadi lekin. Va albatta kelgan vaqtida o'sha culture shocklar bo'lishi mumkin yoki atrofidagilar gapirganda yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Shu sababli bo'ladi. kelishdan oldin e'tibor tilga tilini rivojlantirish kerak. Shunday. 3 oy, 4 oy, 5 oy oldin IELTS topshirgan bo'lsa ham ingliz tilini improve qilib, o'zini ustida ishlash kerak edi. Ishlash kerak. Esdan chiqib ketadigan bo'lsa, ancha qiyin bo'ladi. Bu yoqdagi asosan nativlar bilan bo'ladigan muloqotda qiyinchilik vujudga keladi. Avstraliyaga keldingiz, Sidneyda, boshqa shaharlarga bordingizmi yana? Sidneydan boshqa shaharlarga? Hali borganim yo'q, lekin men Avstraliyaga birinchi kelganimda Melburnga qo'nganman. Melburn juda ham Sidneyga o'xshaydigan desak ham bo'ladi, lekin Melburn ham juda menga yoqdi.
birinchi Melburnda bo'lganman. Zo'r. Keyin Melburn ham juda Sidneyga ham chiroyli shaharlardan biri. tushganman. Juda ham chiroyli shaharlardan biri Avstraliyada. Sidneyda siz yoqtirgan eng zo'r joy shu bo'sh bo'lsangiz, shu borgingiz keladigan joy qayer? Bormi shunaqa joyingiz? Albatta, o'zi menimcha hammaga yoqadigan joy bo'lsa kerak. Bu o'sha Harbour Bridge'ning atrofida, Opera House'ning atrofida juda ham chiroyli manzara bor. Mana shu Opera House'larda, Harbour Bridge'larda videolarda ko'rgansizda, uni rasmlarda, Instagramlarda yoki qaysidir darsliklarda ichida, tekstlarni ichida ko'rgan bo'lishingiz mumkin yoki IELTSga tayyorgarlik ko'rgan paytingizda Materiallarda bo'ladi. materiallarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Impression qanaqa bo'ldi? Keldingiz, o'zingizni ko'zingiz bilan ko'ryapsiz shu Opera House'larda, Harbour Bridge'larda. To'g'risini aytganda, men Opera House bunaqa katta bo'ladi deb o'ylamadim. Hajmi juda ham men o'ylagandan katta ekan. Odam buni masalan oldida turib tomosha qiladigan bo'lsa, juda ham chiroyli. Ikkinchi o'rinda o'sha Harbour Bridge, men o'zim aytgandek, ko'prik. Ko'prikni ham endi oldin ko'rganmiz, rasmlarda ko'rganmiz, oldin internetda ko'rganmiz. Bunaqa haybatli deb o'ylamagandim, to'g'risini aytganda. O'sha ko'prikda kecha biz ham borgandik. O'sha ko'prikning qurilishiga 56 ming tonna metall ishlatilgan ekan. Shunday, xuddi shunday. 9 yil davomida qurilgan o'sha ko'prik. Xuddi shunday. Juda ham yaxshi, zo'r. Demak, biz davom etamiz, aziz do'stlar. Siz ham Avstraliyaga kelmoqchi bo'lsangiz, albatta o'z ustingizda ishlashingiz kerak va albatta IELTS sertifikatini olishingiz shart. IELTS sertifikatidan boshqa sertifikatlar haqida umuman o'ylab o'tirmang. Sababi IELTS sertifikati bo'lsa, ishingiz tezroq bitadi va ishingiz osonroq kechadi va siz ham xuddi bizning vatandoshlarimiz, xuddi bizning talabalarimiz qatorida bo'lishni istasangiz, tezroq harakatni boshlashingiz kerak bo'ladi. Hozirgi paytda Avstraliyada juda ham ko'p universitetlar bor aslida. Top universitetlar bor, reytingi baland, reytingi past universitetlar bor. Iloji boricha vizani muvaffaqiyatli qo'lga kiritish uchun universitetda reytinglariga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. Va albatta siz yaxshi reytingda turadigan, top o'rinda turadigan universitetlarga topshiradigan bo'lsangiz, albatta viza olish ehtimolligingiz yuqori bo'lishi mumkin. Va shu yerda aytib o'taman, vizaga hujjatlar tayyorlayotgan vaqtda albatta hujjatlaringizni haqiqiyligiga e'tibor berishingiz kerak. Albatta. To'g'rimi? O'sha oylik dohodlar bo'ladimi, MyGov'dan qilinadigan hujjatlaringiz bo'ladimi, bank счет ma'lumotlari bo'ladimi? Xullas, viza olmoqchimisiz? Aynan siz ham kelib shu yerda o'qimoqchimisiz? Albatta hujjatlarda haqiqiyligiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Shu sababli aziz do'stlar, harakatni boshlang. Siz ham aynan Macquarie universitetiga kelmoqchi bo'lsangiz, bu jarayonda xuddi Alimardonga o'xshab qanaqa yordam berilgan bo'lsa, sizga ham yordam berib o'tamiz. Hozir esa sizlar bilan mana bu yerda joylashgan food courtda bir ko'rsangiz bo'ladi, chunki ota-onalar ham so'rashadi, u yerga borgandan keyin pitaniya masalasi qanday bo'ladi bolalarimda, nima qilishadi, yeb ichar temasi qanday bo'ladi desa, mana shu universitetda o'zida ham, shu kampusda o'zida ham halol ovqat sotadigan turetskiy kafe bor. Bu yerda bemalol talabalar o'ziga kerakli ovqatlarni olib foydalanishlari, yeyishlari mumkin bo'ladi. Va eng qizig'i, Alimardon mana Avstraliyaga kelganda sizga savolda yana bitta. Nimani sezdingiz? Boshqa joylardan uncha o'xshamaydigan, ajralib turadigan nimani sezdingiz? Avstraliyaga kelganimdan keyin men boshqalardan ajralib turadiganini sezgan jihatim endi birinchi o'rinda oladigan bo'lsak, men boya aytgandek, tabiati havosidan o'zi odamga seziladi birinchi. Chunki men qish faslida kelganman, O'zbekistonda qish payti kelganimda, bu yerda ayni yoz payti edi. Juda ham yoqimli bo'lgan. Ikkinchi o'rinda oladigan bo'lsak, ovqatlanish masalasi. Masalan, ovqatlanish boshida birinchi kelib o'rganguncha ozgina muammo bo'lishi mumkin, lekin hech qanaqa qiyinchiligi yo'q buni. Buni endi O'zbekistonniki bilan solishtirganda farqi yo'q deb o'ylayman. Zo'r. Keyin bu yerda Avstraliyani yana bir zo'r jihatlaridan biri kofe. Avstraliyaning kofesi, mana men ko'p davlatlarda bo'lganman, lekin aynan Avstraliyaning kofesi o'zgacha. Farq qiladi boshqa davlatlardagi kofelarga nisbatan. Juda ham bir boshqacha. Xo'p, undan keyin Starbucks kofesi haqida bilasiz, to'g'rimi? Men eshitdim, bugun o'sha Avstraliyadan beri, anchadan beri yashayotgan avstraliyaliklar bilan gaplashganimizda ham Avstraliyada Starbucks raqobatga chidolmagan. Avstraliyadagi mana kichkina kofe shoplar raqobatda Starbucksda sindirgan.
Sababi avstraliyaliklarni o'zi ko'proq o'zini kofe shoplarini, o'sha kichkina kofe shoplarini afzal ko'rishadi Starbucksga nisbatan. Starbucksdan foydalanadi ko'proq chetdan kelganlar, ya'ni turistlar yoki studentlar, Starbucksda bo'lganlar Starbucksga borish mumkin, lekin tub aholi bu yerdagi avstraliyaliklar ancha yildan beri Avstraliyada yashayotganlar ko'pincha o'zlarini o'sha mini kichkina kofe shoplarni afzal ko'rishadi. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibmizki, talabalar bo'sh vaqtlarini bemalol o'tkazishlari mumkin, yaxshigina sharoit mavjud. Men o'sha kampusda aylanib chiqqanimda ko'rdim. Dam oladigan joylar, hatto studentlar o'sha break paytida kirib uxlasa ham bo'lar ekan. Xuddi shunaqa. Uxlashga ham sharoit Har bor. bir dars orasida tanaffuslar bo'ladi. Yarim soat, 1 soat, 1,5 soat. O'sha vaqt oralig'ida studentlar dam olishi, hattoki uxlashlari ham mumkin. O'qishdan tashqari aziz do'stlar, bemalol dam olishingizga, uxlab olishingizga bu yerda sharoitlar mavjud. Ovqatlanishingizga ham, aylanishingizga ham hamma sharoitlar mavjud bu yerda. Hamma narsa topsangiz bo'ladi. Halol ovqatlar, ichimliklar, kofe shoplar hammasi bu yerda mavjud. Xo'p, bu yerda siz aytgan joy qayerda edi? Bu ichkariroq dedi, men bu yoqdan. Ichkaridami? Ha, bu yoqdan. Ha, ichkarisida. Xo'p. Yaxshi. Aziz do'stlar, siz ham Avstraliyaga kelmoqchi bo'lsangiz, tezroq harakatni boshlang va albatta mana siz Avstraliyaga sizdan keyin kelmoqchi bo'lgan talabalar bo'ladi-yu. Ular sizga aloqaga chiqsa, siz ularga maslahat berib, qandaydir yo'l yo'riq ko'rsatib yubora olasizmi? Birinchi men beradigan maslahatim targetni tanlashni maslahat beraman. To'g'ri agent tanlashni, to'g'ri konsultant tanlashni maslahat beraman. Men targetni tanlaganimda ishlar juda ham protsess to'g'rog'i, o'qishga topshirish, viza olish bu jarayonlar juda ham tez bo'ldi. Ixtiyor akaga, koordinatorimiz Ixtiyor akaga, o'zlariga ham, mutakallarga ham kattakon rahmat aytaman. Mana bu yerda Istanbul kafechasi bor. Bu yoqda turklarning Istanbul xonasi bor. Zo'r. Bu yerda mana pitaniya bo'yicha muammo yo'q, xullas. Ovqat haqida kim qayg'urayotgan bo'lsa, pitaniya bo'yicha muammo yo'q. Bemalol kelib, o'quvchilar xohlagan ovqatlarni topishi mumkin bu yerda. Xo'p, bu tarafda bir ko'zdan kechiramiz. Adashmasam bu yerda fontan bor edi. Xuddi shunday. Mana boyagi gapimiz ozgina nima bo'lib qoldi. Sizga telefon qilishsa yoki sizga Telegramdan chiqishsa, haqiqatan ham shundaymi yoki uy topishga yordam bera olasizmi, maslahat bera olasizmi deb sizga chiqsa-da, misol. Yordam bergan bo'larmidingiz sizdan keyingi keladigan talabalarga? Albatta, qo'limdan kelguncha mendan keyin keladigan yoki mana endi keladigan studentlarga, talabalarga qo'limdan kelgancha qanaqa yordam so'rashsa, men yordam bergan bo'laman. Bu masalan kvartira topish bo'ladi yoki qanaqadir foydali maslahatlar bo'ladi, men hammasiga qo'limdan kelgancha yordam berishga tayyorman. Rahmat. Aziz do'stlar, mana bu yerda xullas vatandoshlarimiz siz ham kelsangiz, sizni ham yolg'izlatib qo'yishmaydi, albatta yordam berishadi. Albatta. Chunki bu yerda ko'plab o'zbekistonlik vatandoshlarimiz bor va mana bu yerda Avstraliyaning bitta zo'r jihatlaridan biri tabiat. Haqiqatan ham tabiat juda ham go'zal bu yerda. O'qishdan keyin chiqib, mana buni ko'rib, maza qilib dam olsangiz bo'ladi, o'rmonlarda sayohat qilishingiz mumkin. Xullas har tomonlama bu yerda sizga kerakli imkoniyatlarni, kerakli sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Nima deymiz? Siz ham keling Avstraliyaga, xuddi bizni o'quvchilarimiz, talabalarimiz va vatandoshlarimiz qatorida bo'lishni istasangiz, hoziroq harakatni boshlang. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang va bizni kuzatishda davom eting.